Do'stlar, assalomu alaykum. Yaxshimisizlar, suvmisizlar? Kiyamiz mana ish jarayoni ketyapti. Xolos ish jarayonidan qo'yib boramiz. Hozir ich tomonni ko'rsataman. Ikkita tomon kirlarni tortib, panjurlarni to'g'irlab, zazorlarni ochib oldik. Eshiklarni spokойно ochilib yopiladigan bo'ldi. O'ttiz stoykalar joyiga keldi. Bu tomonlar ham to'g'ri bo'ldi. Mana chiroyli bo'lib qoldi. İç tomonni ko'rsataman. Mashinaning podgonkasi ketyapti. Polni zapchasi silikon kelgandi, serdit qilib oldik, original zapchasidan. Endi xohlasa hammasini joy-joyini qo'yib mana. Keyin kirishga bagajniga qo'yib ko'rishimiz kerak. Bagajimiz ham yangi kelgan. Buni olib tashlab, yangi qo'yamiz. Orqa bamperlarni, stoplarni qo'yib xohlasa o'xshatamiz. Keyin kuzanoydan bitta yig'ib yana xohlasa video qilamiz do'stlar. Kuzatib boringlar, sog' bo'linglar. Kechqurun soat bizda kechqurun 12 bo'ldi. Hozir endi qaytyapmiz ishdan. Rezultat bor. Bugungi chiroyli qilib qo'ydik. Xohlasa ertaga yana podgonkalarni qilib, v общем razmerlarini o'lchab svarkasidan chiqaramiz. Shunaqa gaplar do'stlar. İşler davom etyapti. Hozir o'zini nasini qo'yib ko'rsataman. Bamper kelgan. Bundan chiqarib oldik. Mana ikkita vanjirosini olib tashladik. Mana eski zapchas. Shunaqa udor bo'lgandi. Juda ham qattiq udor bo'lgandi. Mashina hamma yoq o'ynab ketdi. Даже oldi ham borib tekkan, mana oldi. Oldi hali boshlanmadi. Oldiga zapchasi yo'q do'stlar, krilo ham yo'q, bamper ham yo'q. Umuman zapchasi muammo ekan bu mashinaga. Biz hamma narsasini topib, orqa tomoniga olib kelib berdik, mana uslitlarigacha. Hamma narsani olib keldik. Endi oldiga zapchasi topsak, oldini ham boshlaymiz do'stlar. Kuzatib boringlar, qo'yib boramiz, chiroyli ketyapti ishlari. Как положено. Zavodskoy stapelda razmerlarini как положено qo'yganmiz. Shunaqa gaplar do'stlar, kuzatib boringlar. Shunaqa gaplar. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.